1 Samarqand, 2 Navoiy, 3 Surxondaryo, 4 Toshkent shahar Sobir Rahimov, 5 Jonboy, 6 Toshkent shahar Chilonzor, 7 Pastdarg'om, 8 Navoiy Xatirchi, 9 yana bitta Pastdarg'om, 10 Toshkent shahar Yunusobod, 11 Navoiy Nurota va sotuvdagi tayyor do'kon. Va shu do'konlar haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Xo'p, bugun birinchi do'konimiz, ya'ni Samarqand viloyat Qorasuvga tayyorlangan 3 ga 2 do'konimiz 16 million so'mga sotildi. Bu do'konimiz bitta forchka, bitta eshik, 3 tomon gulxoy, mokriy antrazit rangda. Xo'p, bu do'konimiz 5 ga 3 razmerda Navoiy shaharga sotilgan. Bu nima deydi? Gul do'konga mo'ljallangan. Mana orqasini oq, ikki chetini yashil qilib berdik. 29 millionga sotilgan Navoiy shaharga. Mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ikki tomon yashil, orqada mana oq mramor qo'yib berdik. Pollari MDF, tepa plastik. Bu do'konimiz ham 5 ga 3 Surxondaryo viloyati Termiz shahriga sotilgan. Pirlavkalar bilan komplekt 31 millionga sotganman. Mana yana do'konlar terilish davom etyapti. Bular tayyor bo'lgandan keyin aniq razmeri, qayerga yasalyapti, onlayn obzor qilamiz xohlasa. Mana ichki qismi, mana bu tayyor qismi. Ichlari tayyorlanyapti xohlasa. Mana bu narsaga ham отдельный e'tibor qilishlarini so'rayman. Bu antrazit tunika, splashnoy. Mana endi samarizga tortyapti. Mana bu 4 ga 3 do'konimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov tumaniga sotilgan. Razmeri 4 ga 3, narxi 26 millionga dostavka установкаcha qilib beryapti, xudo xolasa. Mana buni ham ichlari необычный свет, forchka и pol MDF, oldilari antrazit akfa. Mana bu mokriy antrazit, polniy hamma joyi sveti bir xil qilib berdik. Akfani, tunikani, profilni hammasini rangi bir xil. Bu do'konimiz Jonboyga yasalgan, 6 ga 3 pirlavkalar bilan komplekt 37 million so'mga sotilgan bu do'konimiz. Mana ichlarini ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu do'konimiz, buni podrobniy olamiz. Chunki ikkita xonadan iborat. Bu yog'i 120 cm dan yopilgan. Fast foodga mo'ljallangan. Toshkent shahar Chilonzorga tayyorlangan do'konimiz $2700 sotilgan. Ya'ni, например, 32,5 million so'm pul bo'ladi. Mana ichlarini ham olaylik to'liq. Mana bularga o'ziga yarasha chiroyli fon berilgan. Mana klient xohishiga qarab, xudo xolasa. Mana ichlari MDF. Bu ham необычный свет. Mana bu forchkalar ochiladi. Bu adashmasam o'tirish uchun mo'ljallangan, bu yoqda tayyorlanadi. Mana forchkalari bor, ikkita uchtalab. Mana orqada ham bu forchka, yonda bor. Xullas, juda ham chiroyli taxlangan. Mana bu xonaga ham o'taylik. Mana orqa eshik. Bu kichkina, ya'ni 2 metrli xonaga kirish uchun mana. Mana bu xonaga yemakchilarga mana taomni uzata. Mana bu yoqda ham oldidan Saboy optik yo'llaga mana xudo xolasa mana shu yerdan xizmat ko'rsatiladi. Xullas, kimda shunaqangi ideyalar bo'lsa, o'zini biznesiga moslab qilib beraveramiz. Ofismi, shaurma xonami, poyabzal ustaxonami, farqi yo'q, qilib beraveramiz. Xo'p. Shunchalik do'kon ko'p, to'g'risi adashib ketyapman. Bu Pastdarg'omga, ya'ni Samarqand viloyat Pastdarg'om tumaniga tayyorlangan do'konimiz 6 ga 3. Необычный fasonda qilingan, juda ham chiroyli, mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib chiqdi bu do'konimiz ham. Mana har doimgidek polni issiq sovuqqa chidamli MDF qilib berdik. Devorlar ham MDF, polkalar mana ko'rishingiz gel shaklida, tepa plastik. Buni ichida nima deydi? O'zi uchun alohida keltirilgan penoplast bor, 10 plotnisli, xudo xolasa qo'yilgan bunga.
Xo'p, bu Navoiy viloyat Tasmachi tumaniga tayyorlangan. Tasmachi tumanmi bilmayman, shaharmi, ochig'i bilmayman. Xatirchiga qarasa kerak, adashmasam. Bu do'konimiz 7 ga 3. Mana bir tarafi magazin, bunisi sapojniy xona. Sapojniy xona bu. Mana bemalol kengana mana orqada fortishka ishlasa bo'ladi. Любой narsaga ketadi. Qarovulxonaga ham, sapojniy xonaga ham любой narsaga ketadi. Lekin egasi sapojniy xona deb buyurtma bergan buni. Yonida o'zini nimaga? O'zi uchun magazin xullas. Yangam beda savdo qilar ekan, o'zi sapojniy nima bilan shug'ullanar ekan. Mana ichlarini ham olaylik buni. Pollarni ham juda ham baquvvat qildirdi. Umuman o'ynamaydi poli. Garantiya berdim. To'g'risi poliga hamma joyiga 8 ga 8 profil to'qitdi. Chunki bu ko'prik ustida turar ekan. Tagidan ariq o'tgan, o'sha qimillamaygan qilib, o'shanga mo'ljallab berdik. Bu ham xuddi shunday pirlavka, orqada tortishga mana qo'shilishi mumkin. Xo'p. Mana bu do'konchamiz ham juda ham chiroyli chiqdi. Mokriyga yashil, nima deydi, kayfiyat ko'taradigan rang. Bu do'konimiz bu ham Pastdarg'omga sotilgan. Juma shahriga, xudo xolasa 29 millionga sotilibdi. Shu turish 29 million dastavka ustanovka ichiga. Mana buni ham ichlarini ko'rsalar bo'ladi. Необычный свет mana. MDF bu ham. Plastik, qolam MDF, issiq sovuq chidamli. Uteplit qilingan hamma joyi, xudo xolasa. Tortishga, havo almashishga. Mana oldilari oyna 2 cheti 1 metrdan yopiq. Va yana mana bu Mokriyga qizil do'konimiz. Bitta yaqinroqdan-da juda ham chiroyli chiqdi. Sifatli, juda ham chiroyli. Yaqinroqdan hamma joyini, har bitta detalini klientlar ko'rsin, bir mazza qilsin. Rangi juda ham odamni o'ziga tortadigan rang bo'lgan. Mana bular akfa yonlarini ham polni nima bo'lgan. Profilga o'rnatilgan akfalar. Mana ichlari MDF, polam MDF, tipa plastik, polna penoplast bilan o'ralgan mana. Plotnisli. Buni ko'pchilik bilsa kerak, Vodiy Marolniyni qutisi. Xullas, yana do'konlar bor, dalcha davom etamiz. Yoni juda ham baquvvat. Antrazitniki. Oldin prostoy bo'ladi bu. Hozir antrazit chiqyapti. Yaqinroq. Mana oddiysi. Oldin mana bundan qilaylik. Silliqrog'i antrazit. Silliqroq bu antrazit. Hozir hammasi shundan chiqqan. Hammasi. Mana kichkina do'konchani olamiz. Bu do'koncha emas, qarovulxona. Yunusobod, Toshkent shahar Yunusobod tumaniga qurib berilgan 1,5 ga 1,5 qarovulxona. Bu 11 millionga qilib berdik. Bir maktab direktori o'zini qaravuliga zakaz bergan buni. Mana ichlarini ikki kirsa sig'maymiz. Fortishgan mana. Mana fortishga ochiladi. Bu yog'i ham ochiladi. Mana. Ko'rdingmi? Xullas, mana bu Nalichkaga chiqqan do'konimiz. Bu kimga srochniy kerak bo'lsa, 4 ga 3 do'kon sotiladi Nalichkada. Bularning hammasining egasi bor. Bu yerda hozir nechta do'kon sanadik? 14 dan 15 dan nechta do'kon sanagan bo'lsak, hammasi buyurtma asosida qilingan va yana davom etyapti. Mana ramalar yasalyapti. Bularni hali sanamadik. Общий bu yerda 20 ta ziyodroq do'kon bor. Xullas, kimga qanaqangi ko'rinishda, qanaqangi rangda, qanaqangi o'lchamda ko'chma do'kon kerak bo'lsa, o'zimizda gruppa bor, ofitsialniy gruppa, shu ko'chma do'kon o'z degan Telegramda. Shu gruppani lichkasini tagda qoldiramiz. Kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, kuzatinglar mayli bizani 1 oymi, 10 kunmi, 3 kunmi, o'zlaringiz guvoh bo'lasizlar. Qayerga, nimalar aytyapmiz, necha puldan sotyapmiz, hammasini qo'yib boraman gruppamizga, Telegram gruppa, Instagram, YouTube, hamma ijtimoiy tarmoqlarda bor kanallarimiz. Xullas, asosan Telegram gruppadan kuzatsanglar,
kuniga 5 ta chiqib ketsa 5 ta, 6 ta chiqib ketsa 6 ta, qayerga necha pul sotilyapti ma'lumotini tashlab olamiz. Xullas, ko'rdinglar mana narx-navoni solishtiringlar, sifatini solishtiringlar. Respublika bo'yicha bepul ustanovka, dastavkani solishtiringlar, xudo xolasa. Ma'qul bo'lsa, zakaz berasizlar, xudo xolasa mana bunaqa shartnoma tuzamiz. Shartnoma xudo xolasa chertojlar chiziladi va olib borib o'rnatib beramiz va o'shanga qarab to'lovlarni amalga oshirasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishni davom etinglar. Shuncha mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun bitta like, podpiska ayamasanglar xursand bo'lamiz. Rahmat.